Leksiyalarımızı davamlaştırmamız, hürmetli vatandaşım, mendeki leksiyanın mavzusu bundan. Çigra sürkülüşü doğrusu da modi. Tönce kıtım cevap kaytırdı. Cungu matbuatır uğraşqı seferberlik kıldı. Mavzulu haber 8. ayının 15. günü Doğu Torbiyeti ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Hindistan ve Cungu oturusida çigrada yüz bergen terkişiş yanıla davamlaşıvatıdı. Hindistan'ın veziri Modi 8. ayının 15. günü mundak görsetdi. Armiyamiz her qanda xırısqa tayyorlanib qo'ydi. Davlatning bexatarligini qo'g'dash bizning eng muhim vazifamizdir. Hindistan vaqtgi 8. ayının 15. günü xabar qilib mundoq ko'rsatdi. Hindistanning veziri Modi shu kuni Yangi Dehlida Hindistan davlat mustaqilligining 70 yilligini kechiringlar, 70 yilligini xotirlash murosimida nutq so'zladi. Vezir Modi nutqida mundoq ko'rsatdi. Davlat bexatarligiga diqqat qilish mustaqil Hindistonning tabiiy tarkibidir. Har qatam vazifa ijro qilgan chog'imizda bizning bexatarlik harbiy qismlarimiz tashqari dunyoga o'zining iqtidorini ko'rsatib qo'yadi. Mayli zo'ravonlar bo'lsin yoki singib ko'rguchilar bo'lsin, bizning bexatarlik va qo'g'dug'uchi qismlarimiz har vaqt badal to'lashga tayyordir. Vazir Modi mundoq ko'rsatdi. Bizning armiyamiz har qanday xirasga taqobil turishga tayyorlanib qo'ydi. Davlatning bexatarligini qo'g'dash bizning muhim vazifamiz. Tashqirdan operatsiya xarakterlik zarb bergan chog'imizda Hindistonning qanday qudratli davlat kuchiga ega ekanligini dunyo yaxshi bilib oladi. Jammu Kashmir masalasida to'xtalganda vazir Modi mundoq ko'rsatdi. Jammu Kashmir masalasiga taraqqiyotga tirishchanlik ko'rsatishimiz kerak. Til haqorat va o'q bilan Jammu Kashmir masalasini hal qilg'ili bo'lmaydi. Dushmanliklarga bag'rimizni kechiringlar. Kashmirliklarga bag'rimizni echish bilan masala hal qila olamiz. Vazir Modi nutqida bayon qilgan shu kuni Jungoda aloqador agentlik Shinhua agentligi ning qo'l ostidagi Shinhua ko'z qarashlari to'rbeti tunji qatim Jungo Hindiston chegara urushi to'g'risida to'xtaldi. Jungo matbuotlari munda ko'rsatdi. Birinchi qatimliq chegarada qo'g'dinib zarb berish urushi bir maydon harbiy va siyosat urushi yoki siyosat harbiy urushi edi. Tushunchalarga asoslanganda bu Jungo davlat axborot organining yaqinqi vaqt ichida yuz bergan Jungo Hindistonni so'rkilishidan beriki, tunji qatim Jungo Hindiston chegara urushi to'g'risida to'xtalganligidir. Tashqari dunyo mundaq hisobladi. Bu balki kelgusi ikkinchi qatimliq Jungo Hindiston urushiga jamoat fikri tayyorlaganlikdir. Bu kelgusi qachondagi bir kelgusi emas, balki ati o'gindiki kelgusiga Hindiston Jungo urushiga jamoat fikri tayyorlaganlikdir. Amaliyotda Hindistonning va Jungoning har yili askar kuch yetkishi va o'rinlashtirishiga nazar tashlasak, ikki armiya yuz berish mumkin bo'lgan urushga faol tayyorlik qilyapti. Ikki davlat armiyasi Hindiston, Jungo ikki davlat armiyasi bo'ladigan urushga faol tayyorlik qilyapti. Xabarlarga asoslanganda Hindiston 40 ming kishilik, bu bir sonda 40 ming kishilik dedi, ya'ni bir sonda 45 ming kishilik deyildi. 40 ming kishilik harbiy qo'shinni sekkim mudofaa rayoniga yo'tkazib qolmasdan, balki bu rayonda ishdan burun harbiy manevr o'tkazdi. Jungo armiyasiga kelsak, chegara so'rkilishi boshlanib hozirgacha jami 3 qatim zo'r ko'lamda harbiy manevr o'tkazdi. Manevr tog' ichida urush qilish iqtidorini o'stirishni umid qiladi.
Kumandanlık ştabının yetkilisi ve turaklışı manevr kılışmış şüphesiz ki çığırada uruşka tayyarlık kılış için idi. Rusya matbuatı, yani küçük bir haber dikkat kılın hürmetli vatandaşım. Rusya matbuatı Cungu bilen Hindistan barış gelmez yolga kirip kaldı mı? Mavzuluk makale e'lon qilib, Vazir Modi Altın Kesak 5 davlat yig'ini qatnashishni rad qilishi mumkinmi? deb qo'shimcha mavzu qo'ydi. Bu maqola e'lon 8 ayning 9 kuni e'lon qilindi. Jungo bilan Hindiston tirikishyotdi. Mundaq boshlandi maqola. Rossiya matbuoti bu ishga diqqat qilyotdi. Hindiston hatta Jungo'nun Şami şəhərdə ötküzülüdüğən Altın Kesak 5 davlat yig'ini qatnashishni rad qilishi mumkin deb ko'rsatdi Rossiya matbuoti. İki davlat diplomatik maydona pozitsiyasi intayin qattiq. Qilchimu askar chekindirish niyati yo'q. Bu qatimqi so'rkilish Hindiston bilan Jungo o'rtasida bir qatimliq eng og'ir so'rkilish bo'lib hisoblanadi deb ko'rsatdi Rossiya matbuotları.